Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana soat hozir 16. 2025-yil 6-oktyabr. Hozir men sizlarga 6-oktyabr kuni saharda laganbardor, muhtaram, maddohlik degan mavzu ochildi. Ozodlik radiosida Mirziyoyev nega maddohlarni mukofotladi deb nom qo'ygan ekan. Ana shu ko'rsatuvda Sharifa Madrahimova va Jahongir Mamatov degan kimsalar bilan savol-javob qilishdi. Barno ismli ayol Ozodlik radiosida. Endi maddohlik qanday kelib chiqadi? Ularga agar Ozodlik radiosi ham to'satdan chaqirib olib shunday savol bermasa, ular tayyorgarlik ko'rib aytadigan bo'lsa, juda ko'p narsalarni aytishgan bo'lar edi. Ozodlik radiosida. Endi qaranglarda, birodarlar. Yer yuzida har xil maysalar bor. Biri taqir, biri achchiq, biri nordon, biri shirin. Ammo hammasini yeydigan hayvonlar bor. O'shani baribir hammasini yeydi hayvonlar. Shu maysalar. Zaharli ilonga o'xshatuvchi insonlar bor. Zaharli ilonga. Ilon bir chivin chaqsa-da chaqqancha bo'lmas. Haligi achchiq tillar oldida, zaharli tillar oldida bir chivin chaqsa-da zaharli ilon chaqqancha bo'lmas degan so'zlarni ham keltirgan. Endi o'sha zaharli ilondan tishidan tanglayidan zaharni tishidan stakanga tushirib olib meditsinada insonlarni davolaydi. Ko'ryapsizmi? Endi mana bu laganbardor, maddohlarning ichida-chi, o'sha achchiq gapiradigan odamlarni surishtirmay birpasda qamab yuboryapti. Ilgari soyuz vaqtida Mushtum degan jurnal bor edi. Qancha xohlasa gapirardi soyuz vaqtida. Mushtumga chiqarardi rasmlarni. Ruxsat berib qo'ygan, biroq g'ing demasdi. Hozirchi ko'rib turibsizlar mana nima bo'layotgan. Tsuruni ayg'oqchilari davlati ichiga kirib olib maqtanglar. Qarsaklar cholinglar. Olqishlanglar. Prezidentinglarni maqtanglar deydi. Ana unga dollar tarqatadi shu ishlar uchun. Ana ularni aytganini qilib muhtaram deydi. Hurmatli deydi, u deydi, bu deydi. U keyin u yoqda nima qiladi? U yoqda mana ozodlikka aytadiki, ana shularni sizlar qoralanglar.
mana maddohlik qilyapti, ragambardorlik qilyapti prezidentga. U qilyapti, bu qiydi, u yoqqa gijgijlaydi. So'rovni shunday kitoblari borki, davlatlar orasida qanday qilib bitta davlat bilan bitta davlat orasida ziddiyat chiqarish, urush chiqarish. Shunaqa kitoblar yozadi. Mana insonlarni bir-biriga dushman qilib, ag'dar to'ntar qilib, davlat to'ntarishini qilish masalalari ketyapti bu yerda. Bu yerda o'sha dollar aralashyapti, suqilib qolyapti. Shuni bahridan o'tolmasdan mana shunaqa narsalar bo'lyapti. Asl rosa tagini surishtirib kelsa. Hammasiga sababchi dollarda. Lagambardorlik haqida Rossiyani bir qo'shiqchisi bor edi. Vlad Vysotskiy degan. Qanaqa ashulalarda aytardi oshkora. Hozirchi maddohlik, lagambardorlik haqida ashula aytib qo'ysangiz agar, ana statiya chiqarib qamaveryapti. Unaqa qo'shiq ham aytildi. Bir payt Dadaxon Hasanov ham aytganiga qancha javobgarlikka tortildi. Bu nima degan gap? Qani endi bu? Mana shuni ham qamaq qilgan ham, lagambardorlikka ashula chiqarganda ham o'shalar gijgijlab chet davlatda kirib shpion bo'lib joylashib olganlari mana shularga sababchi bo'lyapti. Mana g'arb davlatlar qanday qilib janjal chiqadi, davlat to'ntarishini chiqaradi, unga unday deydi, bunga bunday deydi. Mana shunday ishlar